Alo. Alo kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi kuyov bola? Dada yasab olmang, qaynatamsiz. Bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha kuyov bola? Erta bilan bozorga borib keling deydi, zashinga keldim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi kuyov bola, 8 ga deganman. Bo'pti. Mashinada o'tirib turaman, 2 soat chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'xshab mingillayapsizmi? Chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimisiz kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, suvda qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, suvda qolib ketibdi, shunday olib olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Biznesmenman, andijonlik bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? Dada ko'chada muzlab qopti. Dada?